Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa qarshilarda mana Laboni oddiy tentli variantini karkaslar bizda doim tayyor bo'ladi. E'tibor qilinglar. Hammasi mustahkam. Bu hozir mana ko'ndalanga qilib qo'yilgan. Joy ko'p egallamaslik uchun. Akalar sanaymiz mana karkaslarimiz hammasi pol qismidan boshlanadi. Mana bu 4x2 profil birinchi poliga boltgaga qotiriladi. E'tibor qilinglar. Bu oralig'ida bort turadi. Bu mana hozir permichkasini sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Narigi tomondan 5 ta 5 ta bo'ladi. Tom qismi mana bu tom qismi hisoblanadi akalar. Juda ham mustahkam, stenkasi 1.7 bo'ladi. Mana yondagi e'tibor qilinglar, yondagi izotermik alkofolli kuzupimizni tayyor shu karkaslari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tentini rangini yoki alkofonni rangini aytadigan bo'lsanglar, ishinglarni bir kunda sifatli va chiroyli qilib va eng muhimi narxlarini hamyonbop qilib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar. Har doim sifat birinchi o'rinda turadi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli xizmat qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.